Haqinizim, davom ettiramiz. Boya bergan savolimni davom ettiraman. Shunday vaziyatdagi, ya'ni qiyin vaziyatdagi inson qanday kulishi mumkin? U shunday kuladi. U kulgusi bilan boshqalarga quvonch ulashishni xohlaydi. Hatto ichida tunda yig'lab chiqqan bo'lsa ham, chunki u biladi, boshqalarning kulgusi o'ziga ham bir kun qaytadigan nur ekanligini. Qalbda og'riq bo'lsa-da, yuzida tabassum saqlash bu qalbni sindirmaslikka bo'lgan eng kuchli qarordir. Siz mana shunday qarorda bo'ling. Bilasizmi haqinizim? Inson qalbining eng nozik, eng halol joyida turibsiz. Bu holatda kulish, maslahat berish, boshqalarga yordam berish bu shunchaki kuch emas. Bu jasorat, bu fidokorlik, bu qahramonlik. Ha, haqinizim, siz qahramonsiz. Ichingiz yig'lasida kuling. Ko'z yoshlaringizni aslo ko'rsatmang. Ko'z yoshlarini ko'rsatish bu kimdir xursandchiligiga xursandchilik qo'shishdir. Siz o'z kulgularingiz, tabassumingiz, mehringiz, yaxshiligingiz bilan insonlarni hayratda qoldiring. Dushmanlaringizga ham do'stlik nigohi ila boqing. Ha, faqat yaxshilik qiling. Hayotdan yaxshilik qidiring. Optimist bo'ling. Faqat yaxshi xayollar, yaxshi o'ylar, yaxshi fikrlar bilan yashang. Maslahat bering. Ha, yana aytayapsiz. Qalbi azoblangan inson qanday maslahat bera oladi? Bera oladi. Chunki u boshqalarning og'rig'ini yurakdan his qilgan insondir. O'zi azob ko'rgan odam boshqani tushunishga eng qodir odamdir. Uning og'rig'i boshqalar uchun davo bo'lishi mumkin. Hatto o'zi hali tuzalmagan bo'lsa ham boshqani yupatadigan so'zlar uning ichidan yurak yig'isi bilan chiqadi. Balki u o'ziga ayta olmagan so'zlarni boshqalarga ayta oladi. Ha, eng to'g'ri maslahatni yiqilgan odam, hayotni o'nqir yo'llarida yurgan odam bera oladi. Chunki u bularni his qilgan. U maslahat bersa-da yuragidan beradi. Unutmang. Qanday yordam berishga qodir deysizmi? Buni esa keyingi videolarda aytib o'taman. Mendan uzoqlashmang haqinizim.